Assalomu alaykum barchaga. Bugun bizlar uchun, barchamiz uchun qadrli bo'lgan yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tavallud topgan ayyomlari ekan. Ilohim sog' salomat yursinlar. Baxtimizga omon bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Yurtimiz tinch, osoyishta, osmon musaffo. Eshitilmas na keksa na yoshning nolasi. Dilimizda e'tiqod va iymon muhayyo, baxtimizga omon bo'ling, yurtning otasi. Yurtimizga quzg'unlar chang solmasin sira, guldek nozik tabimiz hech bo'lmasin xira. Bir tilagim bordir mening, tilaklari ichra, baxtimizga omon bo'ling, yurtning otasi. Shunday buyuk davlat bizga etilgan in'om. Ming bor shukr, dinimiz ham atalmish islom. Dunyo ichra o'chmasin hech o'zbek degan nom. Baxtimizga omon bo'ling, yurtning otasi.